Mushulashodda Istanbuldan gapiramiz, havo yaxshi, tez ko'rsatamiz. Sadifans ofisiga ekskursiya. Metropol Center, Merter metro bekati, shundoqqina mana yonida Sadifans ofisi. Bu video nima uchun? Odatda ishonch birinchi o'rinda turadi bunaqa tashkilotlarda. Aldanib qolmaymanmi, muammoga uchramaymanmi degan savollarga javob olasizlar. Ketdik, shamolni qarang. Mana ofis. Sadifans 10 yildan beri faoliyat ko'rsatadi. Shu vaqtgacha har yili 2,5 mingdan oshiq odamni orzulari, hayoti o'zgaradi. Ya'ni Turkiyaga keladi, ishga, o'qishga joylashadi, konsultatsiya qiladi. Mana hozir bitta konsultatsiya jarayoni ketyapti. Bu yerda demak hamma bo'lim joylashgan. Konsultatsiya bo'limi, hujjatlar bilan ishlash bo'limi, universitetlar bilan shartnoma qilish bo'limi, media bo'limi hamma joylangan. Bemalol shu yerda ham konsultatsiya qilsa bo'ladi. Lekin o'zbek fuqarolari bilan ishlaydigan, aynan o'zbek fuqarolarga xizmat ko'rsatadigan bo'lim shundoqqina mana Metropol yoqqa kiramiz, 10-qavatga ko'tariladi. Kelavering. Hozir tepani ogohlantirib qo'yganmiz, kiramiz deb-ku. Lekin qanaqa holatda o'tirishni bilmaymiz, kirib boraveramiz. Shunda mana mana shundan kirdingiz. Metro, ya'ni lift orqali metro debman. 10-qavatga ko'tarilamiz. Demak, shunday liftdan chiqishinglar bilan Stadifansni o'zbek fuqarolarga xizmat ko'rsatish bo'limi. Assalomu alaykum. Ana Abdulvadidni o'zi ochdi. Abdulvadid Stadifans xodimi, hujjatlar yugurlar bilan ishlaydi. O'zi bo'lib. Va yaqinda anaqa o'zi Stadifans orqali ham topshirdingiz, kimlik, o'tirmayizni chiqdi, o'qishga joylashdi o'zi. Mana bu yerda konsultatsiya qilinadi, mana ko'rishinglar mumkin. Va mana bizning xodimlar shu yerda o'tirishdi. Stadifans. Assalomu alaykum. Biloliddin, Islomjon, Gulnoza, mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, qisqa, ko'p vaqtinglarni olmayman. Ofisni ko'rsatmoqchi edik, tanishtirmoqchi edik va xizmatlar. Endi nimaga Stadifansga murojaat qilishingiz kerak? Demak, Islomjon bo'lim rahbari, Biloliddin, Gulnoza, Abdulvadid mana hamma xodimlar sizlar bilan telefon orqali xabarlashishadi, xizmatlaringizni aytishadi va bu yerda mana ofisda ham konsultatsiya xizmatlarini ko'rsatishadi. Demak, xizmat qatdan boshlanadi. Xizmat sizlarga O'zbekistondan turib aloqaga chiqsanglar, Zoom orqali boshlanadi. Zoom orqali aloqa qilinib, kerak bo'ladigan ma'lumotlar yetkaziladi. Undan keyin tanlov qilib, ha bo'ldi, tanlayman Stadifansni deb turib kelib Istanbulga kelsanglar, aeroportdan boshlanadi yana xizmat. Sizni kutib olish, bu yoqqa ofisga olib kelib qo'yish, turar joyga joylash, yashash joyiga, ishga joylash, o'qishga joylash, o'tirmangizlar, hammasi keyin jarayonlar boshlanib ketadi. Hop, shu joyda bitta narsani aytmoqchiman. Stadifansni hamma xizmat jarayonlari bilan tanishib chiqdim, o'zim amin bo'ldim, ishonch hosil qildim, keyin tavsiya qildim. Bularning afzalligi qanaqa? Hamma taklif qiladigan takliflar bor bo'ladi. Ya'ni o'sha o'qishga joylab qo'yish, o'tirmangizni hal qilib beramiz, deport hal qilib beramiz, turar joy, ish bilan ta'minlaymiz bor, zo'r. Bular undan tashqari nima sizga afzallik, noyoblik taklif bera olishadi, nima degan? Bularda bitta yaxshi afzal tomoni bor ekan, mana kelib har bitta mijozga, talabiga yarasha taklif berishar ekan, alohida yondashuv qilishar ekan. Masalan, muammosini, unga nimani hal qilib berishligi kerak, nima muhimligini eshitib, kam-chiqim optimal yechim beramiz, to'g'rimi? Keyingisi narx. Narx bo'yicha ham haligi aldanib qolishlar ko'p ekan bu sohada, unaqangi aldanish yo'q. Nimaga? Ortiqcha to'lov, keraksiz to'lovlarni sizdan olishmaydi. Ko'p yildan beri tajribaga ega bo'lishganligi uchun universitetlar bilan qanaqa to'g'ri shartnoma qilish kerakligini bilishadi, ulardan grantlari bor, aksiyalar yutib olishadi. Xullas, yolg'on to'lovsiz muammongiz hal bo'ladi. Va albatta hamma xizmatlar, jarayonlar qonuniylashtiriladi, rasmiylashtiriladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Shartnoma tuziladi, har bitta bandlari yozilgan, qanaqa xizmatlar ko'rsatishligi, kerakli ma'lumotlarni yetkazib, qo'lga qo'yilib, shartlari bilan tanishtirib, rasmiy hujjatlar qilinadi. Mana hujjatlarning hammasi. Ishonmaslikka, shubha qilishlikka hojat yo'q. Faoliyatni o'zimiz yaxshilab tekshirib, keyin tavsiya qilamiz. Keyingisi, Stadifans orqali o'qishga kirgan o'quvchilarning orasidan bittasini tanlab, keyingi yillik grantini, ya'ni kontraktini grant qilib to'lab berishmoqchi 1 yillik. Bularni batafsil o'zingiz telefon qilsanglar ma'lumotlarni berishadi. Yana $100 chegirma berishyapti. Buni o'zim iltimos qildim. Agar murojaat qilsanglar, sizga yana $100 chegirma bor. Mana Islomjon, tanib olinglar, nimaga bularni ko'rsataman, ofis ko'rsataman, chug'ur qolmay kirib. Ya'ni ishonch hosil qilinglar, tayin joy, qonuniy faoliyat yuritishadi. Mana o'zligi ancha yildan beri mana shu yerda o'qishga joylashgan, ishlab yurishibdi, hammasi qonuniy faoliyat ko'rsatishadi. Endi faqat quruq gapmi, qani natijalar bo'pti deysa, mana hozir ekraningizda natijalar ko'rsatiladi. Ya'ni bular Stadifansga murojaat qilib, konsultatsiya olib, muvaffaqiyatli o'qishga topshirganlar, muvaffaqiyatli o'tirmangizni kimliklar chiqqani va undan tashqari deport masalalari, qochoqlik masalalarini hal qilish, hammasi mana ko'rishinglar mumkin. Endi Stadifansga murojaat qilishlik uchun mana hozir bu yerda pastda silka qoldiriladi, raqam qoldiriladi, link qoldiriladi. Bemalol aldanmayman deb kelaveringlar. Shundan oldin tavsiya qiladi Stadifans va $100 chegirma esingizdan chiqmasin. Buni boshqalarga ham yuborib qo'yinglar. Aynan bu
tashkilotga murojaat qilsanglar $100 chegirma sizlar uchun so'rab oldik. Joylar soni cheklangan, to'lib qolishligimiz uchun shunga harakat qiling. Hammaga rahmat, charchamanglar. Rahmat. Gap so'ngida shuni aytmoqchimanki, bu videoni nega tayyorladik? Ishonch hosil qilishligingiz uchun. Mana qonuniy faoliyat, tayinli joy, tayinli tashkilot. Sizni aldanib qolishingizni, muammoga uchrashingizni, sizdan keraksiz ortiqcha to'lovlar olishingizni xohlamaymiz. Study Fundsga murojaat qiling. Katta yillik tajriba, ko'p universitetlar bilan hamkorligi bor. Ya'ni bu sohada ham bemalol ishonsanglar bo'ladi. O'tirmay izillar, deport masalalari, ya'ni qochoqliklarni hal qilish bu bolalarning qo'lidan keladi, o'zim amin bo'laman. Study Funds bilan birgalikda yuksalamiz.